Ko'pchilik bozorchilar noliydi. Kitobi bozorchi ko'payib ketdi. Savdo qiluvchi ko'payib ketdi, magazin ko'payib ketdi deydi. Shu Xitoyda bundan kelsa 100 barobar, 200 barobar raqobat kuchli. Kitobi yo'q odam ko'p. Qaranglar, men bitta narsa nima demoqchiman? Magazinchani qaranglar. Yonda magazin. Buni qaranglar. Qanaqa joyda savdo qilyapti? Kichkinaligini ko'rdinglarmi? Bundoq bu odam e'tibor qilmagan odam ko'rmaydi ham. Endi bundoq kirsiz kichkina do'kon. Chunki nolib o'rish kerak emas, bozor yo'q, odam ko'payib ketdi, savdogar ko'payib ketdi deb. Alloh beradi. Bu ham savdo qiladi deyishyapti. 你给我说一下多少钱啊？Ha, mana kerak.